Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun xudo xolasa har doimgidek To'yimli nonushta. to'yimli nonushta ham tez, ya'ni ro'za ayyomlarida turib, ancha vaqt olmaydigan tezroq, ya'ni uzoq bo'lsa 7 daqiqada barchasini tayyor qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. 7 daqiqada. 7 daqiqada. Endi sizga savol, restoranga biron joyga borsangiz salatni olib yuraverasiz, to'g'rimi? Lekin antiqa ravishda yemagansiz. Yo'q. Mana sizga masalan lavash nonining ichida Sezar salat. Bu hali tayyor emas. Yarim tayyor. Uni takomillashtiramiz hali. Hozir sariyog' bilan smaska bo'ladi, ya'ni ichida faqat vitamin. Albatta. Zararlidan uzoqlikda. Har doimgidek. Da. Bu yerda tovuqimizni slichniy masloga bo'ladi. Sariyog'ga qovurib olamiz. Boshqa sariyog'dek ketadi. Boshqacha ko'rinishda qovuramiz. Qanaqa ko'rinishda bo'ladi endi u? Masalan, oddiy sariyog'ga pishirib olmaymiz. Unga maxsus o'zini ziravorlari bilan, ya'ni odamga foydasi bo'ladigan, immunitet ko'taradigan, odam tetiklashtiruvchi har xil o'sha foydali ziravorlar bilan foydalangan holda, ya'ni mazasini o'zgacha uyg'unlashtirib beramiz. Yana ham o'sha ilhom bo'ladi demoqchilar. O'zi mana ko'pchilik yurtdoshlarimiz erta tongdan bizda teskarisi bo'ladi, ko'pincha nonushta qilmasdan ko'chaga otlanishadi, ishga, o'qishga, boshqa yumushlar bilan. Aslini olganda nonushta baquvvat bo'lishi kerak. Bu borada qanaqa tavsiyalaringiz bor Zuhriddin aka? Ertalabdan bizda teskari, kechqurun baquvvatroq ovqatlarni yeymiz, keyin qiynalib yuramiz. Yengil ovqatlanish kerak, chunki oshqozonga og'irlik tushish kerak emas. Mana biz kechagina ham ozgina bir ilm almashish maqsadida vodiyga ham borib keldik. Suhbat qildik meditsina xodimlari bilan. Suhbat qilganimizda bu yerda tadqiqotlarning kelib chiqishiga ko'ra mana shu 5 yil davomida ya'ni yurak, jigar kasalligi ko'payadi. Ana. Nimaga? Bunga bironta inson yo boshqa inson aybdor emas, o'zimiz aybdormiz. Nimaga desangiz, biz har xil konsentrant, gazli suv, noto'g'ri ovqatlanish, moddalar qo'shilgan mahsulotlarni u yurakka ta'sir qiladi. To'g'ri ovqatlanmasdan, ya'ni xavfsiz ovqatlansak, jigarimizni, oshqozonimizni sog'lom, zo'r ushlagan bo'lamiz. Ana, mana shunday kasalliklarga chalinishni istamasangiz, kelajak uchun, farzandlar uchun, hali nabiralar uchun o'zingizni ehtiyot qilishni istasangiz, sog'lom ovqatlanishga harakat qilasiz. Bu borada Zuhriddin aka bizga mana qimmatli tavsiyalar bilan yordam beradilar va Zuhriddin aka bugun dasturimizga keladigan mehmonlarimiz ham ayni shu mavzuga xos insonlar. Ular nafaqat tavsiya qilishadi, balki bunga o'zlari ham amal qilishadi. Ko'ramiz. Bu turtkilardan so'ng siz ham qanchalik amal qilasiz? Bizning muxlislarimiz ziyrak, darrov o'zlariga kerakli bo'lgan muhim ma'lumotlarni ilg'ab olishadi. Yana bir narsani aytib o'tdimmi? My5dan uzoqlashmanglar. Uzoqlashmasanglar, sizlar oshxonada faqat o'zingizlarga davo topasizlar. Xudo xolasa ko'rsatgan ovqatimiz bilan sizlarni faqat davolab boramiz. Ana. Hamma sog' bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Biz esa sizga xalaqit bermaymiz. Bemalol ishga kirsangiz bo'ladi. Shu tayyor bo'lganda qo'lingizni ko'tarib qo'ysangiz tushunamiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Orada gapiradigan gaplaringiz, qimmatli fikrlar bo'lib qolsa, bizni gapimizni bo'lib gapiravering Zuhra. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasa gap bermay qo'yamiz. Xo'p bo'ladi, sog' bo'ling. Davom etamiz. Birinchi shu ovqatga joy ochilishi uchun yaxshilab mehmonlarimizdan badan tarbiya qildirib bordik. Ovqatdan oldin qarasa faqat choy beryapsiz-da. Maxsus choyimizdan bermaysizmi? Bu choy nima afzalligi bor? Bu afzalligi juda ajoyib. Ya'ni mana ko'rib turibsiz. Issiqlik paytida rangini ko'ryapsiz, sovigan paytida rangini ko'ryapsiz. Bu My5 da eksklyuziv, hech qayerda bo'lmagan, faqat shu yerda. Qoyil. Xo'p, bu shunda soviganda ko'proq foydaliroqmi yo issiq paytdami? Bunda ikkalasidan ham farqi yo'q. Ya'ni ta'sirchanligi bir xil. Bir xil. Da. Bir xil. Buni lekin hamma iste'mol qilsa bo'ladi. Agar qarshi ko'rsatmasi yo'q, bugun yo'q. Xo'p, bo'lmasam mehmonlarimizni bu choy nomi nima buni? Bunga endi qo'yamiz. Xudo xolasa ko'rsatuvdan keyin birga qo'yamiz. Xo'p bo'ladi, xo'p. Omon shifo baxsh suvi. Bo'ldi. Qaytib keling, hali sizni kutyapman. Albatta. Ana
Ichimligimiz yetkazildi Zuhriddin aka. Endi bu go'zallik san'at asarini bizga tushuntirib bering. Bu qanaqa taom va o'sha tez tayyorlanadigan ovqatlardan bittasi dedingiz. Da, qarang, Foydali. tovuqimiz antiqa usulda. Bu ham My 5da eksklyuziv. Oho. Bo'lmagan boshqasida birinchisi shu yerda bo'lyapti. Aha. Qarang, bunda 3 xil yog'imiz bor. Xo'p. Saryog', Aha. qovoq yog'i, zig'ir yog'i. Zig'ir yog'i. Ana endi savol, zig'ir yog'ida qoraymaydimi degan savolingiz tug'iladi. To'g'rimi? Ya'ni qoraroq bo'ladi. Yo'q. Asl toza zig'ir yog'i och rang bo'ladi. Ya'ni mana shu tovuq ko'rib turganingizdek ochroq rang bo'ladi. U toza zig'ir, ya'ni uni iste'mol qilishga ham mumkin, ya'ni qizdirmasdan, ovqatga solmasdan ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Juda kuchli, foydasi kuchli. Bunimizni o'sha ro'za ayyomlariga 7 daqiqada tayyor bo'ladi. 7 daqiqada. Mo'ljal qilib qo'ygansiz. Da, chunki va'da berilgan. Tomoshabinlarga. Ya'ni 7 uzoq bo'lsa 10 daqiqada tayyor bo'ladigan eksklyuziv ovqatlarni chiqaramiz. Zuhriddin aka ham nafaqat shunaqa zo'r taomlarni, retseptlarini tayyorlab bizga ko'rsatib beradilar, balki O'zbekiston bo'yicha turli xil rekordlarga ham start beradilar. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yana bitta yangilik, battle e'lon qilamiz oshpazlarimiz. Xudo xolasa, Bunimiz nima? bunimiz. Bu ham eksklyuziv Sezar salati lavash xamirining ichida. Ha deb salatni o'zini yurasizmi? Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Zuhriddin aka, 5000. narx o'zgarmas ekan. Taom o'zgarar ekan, lekin narx o'zgarmas ekan. Ketdik bo'lmasa Zuhriddin aka.